Instagramda trendga aylangan Matilda tortini men ham tayyorlab ko'rmoqchi bo'ldim. Tayyorlash retseptini esa opajonimdan oldim. 4 dona tuxumni idishga solamiz. Ketidan esa 200 gram shakarimizni sekin-asta bo'lib solamizda. Venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Faqatgina e'tibor bering, shakarimiz yaxshilab erishi kerak. Erib bo'lgach esa ketidan 200 gram qaymoq solamiz. Uni ham aralashtirib olamiz. Yaxshilab aralashtirib olgach esa yarim piyola salatni yog' qo'shamiz. Uni ham aralashtirishda davom etamiz. Aralashtirib bo'lgach esa massamizga 2 piyola un solamiz. Elakdan o'tkazib olamiz albatta. Keyin bir pachka razraxetini solib, uni ham yana aralashtirishda davom etamiz. Aralashtirib bo'lgach ketidan esa bir pachka qora kakao solamizda yaxshilab erinmasdan aralashtirib chiqamiz. Tayyor xamirimizni quyuq suyuqligi videoda ko'rinib turibdi. Uni qolipga solib 180 gradusda mini pechimizga solamiz. Biskvitimiz tayyor bo'lguncha esa kremni tayyorlab turishni boshlaymiz. 500 gram zgishini molokoga 50 gram sariyog'ni qo'shib aralashtiramiz. Bir pachka kend kakaosini ham qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana biskvitimiz ham tayyor bo'ldi. Biskvitni ikkiga bo'lib, orasiga krem surtamiz. Biskvitni yopib esa ustiga yana krem surib chiqamiz. Menda qurilmalar baland bordi, shu sabab ular yordamida tortini chiroyli qilib bezatib oldim. Qizlar jo'la ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib tayyorlab ko'rishni unutmang.